Yana bitta mana izli videoga olaveradi. Uka cho'chi meni, mobilografni o'sha borib biznesimga kerak ekan, shunga oldim. Isolni to'g'ri aytishni o'rganing, sababchi olma. Kerak emas sigartinglar. Sizlar bilan gilamlarni yeyamiz bugun. Oyi, bu kim? Kelinmi? Yo'q, mobilograf. Ana qo'shni xotin ovqat qilganini videoga oldiradi-ku. Nimaga undan mobilograf bo'ladi, nimaga mendan bo'lmaydi? Quribni yo. Birni eshigini olma. Nima shoqim bo'pti? Kim mehmonlar kelgan? Yur bilan boramiz. Hozir uyimizga mehmonlar kelgan. Men sizlar bilan tanishtiraman. Bitta ismim chiqqan olmabsizlar-da, marketingmi? Men bichini qaraylar o'rtoqlar, to'xtani o'tib ko'tarib qo'ydim. Boshda olamiz. Men bichini qaraylar o'rtoqlar, irib sasib yotibdi. Ichagimni tinch qo'ying. Jim qo'ying, mobilograf bilan video olamiz. Ro'yxatga chiqargan ekan o'zi ham. Qaranglarligini bilan, qarang. Muammolar bo'lib, ichi sal dardga to'ldi-da, o'rtoq. O'tirasizgina gaplashaylik. Yur. Keyin qaziga kirib ketdim, o'rtoq. Men bu videoga olish shartmi hozir? Endi ishimga kerak edi, o'rtoq. Sen vobshe taksistsan, o qanaqa ish? Hammada mobilograf, hammada esimimchiki. Nima bo'pti odam? Mana hozir 3-mijozimizni ham joyiga jo'natdik. Like bosing, komment yozing, sizlar bilan Shodi Go'rkov bo'ldi. Tomiz ketganmi sizga mobilograf, Instagram nimaga kerak? Yesi anu bloger eding-a? Ha. Anu barter qilib ber, barter. Tashali. Erta zo'r joylardan qilib ber, mayli. Like bosing, komment yozing, Shodi Go'rkov. Pastki chiziqchasi ham bor. Écoute la plaque, Marie-Son, ça décoiffe. À côté de la plaque.